أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Alloh taolo oxirat diyorini kimlarga baxsh qilganligi haqida aytadiki, bu diyorni yer yuzida oliylik yoki fasodni istamaydigan insonlarga bag'ishlaganmiz. Oqibat taqvodorlar uchundir degan. Ammo kofir bo'lgan insonlarni oqibati haqida aytadiki, qad xolat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Sizlardan oldin ham bunaqa yo'ldagilar o'tgan deydi. Ya'ni haqni istamagan, kofir bo'lgan, zolim bo'lgan insonlar oldin ham o'tgan. Sunan deganda bu yo'l bugungina paydo bo'lgan yo'l emas, qadimdan o'tgan. Yer yuzida sayr qilinglar, atrofga qaranglar. Fasiru fil ard. Yer yuzida sayr qilinglar, fanzuru, qaranglar, kayfa kana aqibatul mukazzibin. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibati qanday bo'lganligini ko'ringlar degan. Bugun Abu Lahab surasining tafsiriga to'xtaganmiz. Ya'ni Masad surasi. Bu zolimlarning oqibati haqida gapirgan sura bo'lsa, undan oldin Payg'ambar alayhissalomning oqibati haqida gapirgan surani ham albatta o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Kavsar surasi. Bu sura yuqorida aytganimizdek tilkat darul axira, oxirat diyori surasi. Naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yer yuzida kattalik yoki fasodni istamaganlarga qilamiz degan. Inna a'toynakal kawsar. Biz sizga Kavsarni berdik deganda Alloh taolo u kishiga bu oxiratdagi Kavsarni va'da qildi. Abu Lahabga o'xshab yer yuzida oliylik, kattalikni istamagan zotga oxirat diyorini va'da qildi. Wal aqibatu lil muttaqin. Oqibati taqvodorlarga berdi. Ammo Abu Lahab va uning oilasi, xotini, bolasi va qiyomatga qadar keladigan Abu Lahablar, qiyomatga qadar keladigan Abu Lahablarning xotinlari, qiyomatga qadar keladigan Abu Lahabning farzandlariga Alloh taolo sunnat qilib Abu Lahab surasini qoldirdi. Sunnat ya'ni yo'l qildi. Tarixda o'tgan bir misol deyiladi sunnat. Qad xolat min qablikum sunan. Shuning uchun oyatda aytdiki, sizlardan oldin ham mana yo'llar, shunaqa yo'lda yurgan odamlar o'tdi. Fasiru fil ard, yerda yuzida bir yurib qaranglar. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Yolg'onga chiqarganlarning oqibati qanaqaligini qaranglar degan. Bu voqealar afsona ham emas, Qur'ondan, sunnatdan kelgan xabar. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Zalika min anba'il g'ayb nuhiha ilayk. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir. Innal aqibata lil muttaqin." Bu g'ayb xabarlaridan. Siz ham bilmasdingiz, qavmingiz ham bilmasdi degan. Biz sizga uni vahiy qildik, sabr qiling, oqibat taqvodorlarnikidir. Bu ikki sura haq ahlining oqibati va botil ahlining oqibatini bayon qilgan sura. Shuning uchun birinchi Kavsar surasidan boshlaymiz. Kavsar arab tilida kasra degan ma'nodan olingan. Kasir ya'ni ko'plik degani. Kavsar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berilgan ko'p yaxshiliklar degan. Xossatan
Imom Muslimda hadis keldi. Anas radhiyallohu anhudan. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: "Baynama nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam iz a'fa i'fa'atan. Thumma tabassama faqulna ya Rasulullah ma dhahakak?" قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'tirganimizda bir muddat boshlarini egib qoldilar. Afa i'faatan. Masjidda bir muddat boshlarini egib qoldilar. Shunda o'zlariga kelib tabassum qildilar. Biz aytdik: "Ya Rasululloh, nega tabassum qildingiz?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Menga hozir bir sura tushirildi." deb Kavsar surasini o'qidilar. Biz sizga Kavsarni berdik. Bas shuning uchun endi Robbingizga namoz o'qib, vanhar qurbonlik qiling. Inna shani'aka huval abtar, sizni haqoratlovchi insonning o'zi nihoyasiz insondir. Oqibati yo'q insondir. Abtar oqibati qirqilgan insondir. Yuqorida oyatda aytganimizdek, fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibati qandaligini ko'ringlar degan. Kavsar esa val aqibatu lil muttaqin, bu oqibat taqvodorlarga berildi. Al Kavsar nahrun fil janna. Shu hadisda o'zida aytdilar Rasululloh, bu Kavsar nima? Jannatdagi bir daryo. Haffatahu qibabul lu'lu. Bu daryoning sifatini ham aytib berdilar. Uning daryoning ikki chekkasida durdan bo'lgan ad-durrul mujawwaf, ichi kavoy chodirlar bor. Xuddiki bugun hayot dunyoda insonlar dam olish joylariga borsa, mana dengiz, daryolar bo'yidan chodir qilib olishadi. Jannat ahli aslida ularni kuydiradigan quyosh yo'q, lekin shunchaki bu rohat, farog'at. Shunchaki daryoni oldida chodirlar bor, lekin latta-putadan qilingan chodirlar emas. Durrun mujawwaf, ichkavoy durdan qilingan chodirlar. Kavsar daryosining ikki chetida ana shunaqangi durdan bo'lgan chodirlar. Ma'ahu ashaddu bayadan min al-laban. Bu Kavsar daryosini suvi sutdan oq dedilar. Va ahla min al-asal. Asaldan shirin. Va turbatuhu mizkun azfar. Uning tuprog'i esa daryoning tagidagi loy, balchig'i dunyodagi tuproqda emas, bu misk. Miski asfar, miskning eng oliy bir turlaridan. Daryoning tagidagi loyi miskdan dedilar. Mana bu Kavsar daryosi bo'lsa, shu Kavsar daryosidan oqib chiqadigan bir irmoq qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havzi bo'ladi. Ahli sunna val jamoa e'tiqodida havz va Kavsarga iymon keltiriladi. Bu haqida hadislar hattoki mutawatir darajasiga yetgan. Havz o'zimiz tildagi bir havz. Shu Kavsar daryosidan oqib chiqib mahshar maydoniga quyiladi. Kavsarning sifati qanday bo'lsa, havzning sifati ham xuddi shunday. Masiratuhu shahrun. Hadisda aytildiki, havzning eni ham, bo'yi ham bir oylik masofa. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bu havzdagi idishlar adadi osmon yulduzlarining adadichalik. Mana shuncha idishlar bor. Man shariba minhu sharbatan lam yadma ba'dahu abada. Kim bundan bir ichsa qaytib tashnalik nimaligini bilmaydi. Bu mahshar maydonidagi havz. Ammo jannatga kirgandan keyin bu jannat ahlini haqiqiy daryo Kavsar deyiladi. Fayuxtarajul abdu min ummati aw qala min ashabi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, havzda oldida turganimda qiyomat mahshargoh maydonida. Hali insonlar jannatga kirgani yo'q. Havzda oldida Rasululloh mu'minlarni sug'orish uchun turganlarida ummatimdan bir insonlar haydaladi deganlar. Xuddiki bir yovvoyi tuyalar begona tuyani ichiga qo'shilib qolsa, haydab chiqarib yuborilgandek qilib
ummatimdan bir insonlar havzni oldidan haydaladi. Bir rivoyatda aytganlar, "Arifuhum", men taniydigan odamlar hatto degan. Ya'ni sahobalardan hattoki. Bu kelajagi qiyomatga qadar keladigan ummatlar hali nazarda tutilmagan. Arifuhum, men o'zim taniydigan ba'zi odamlar havz oldidan haydalanadi. Faqul ya Rob usayhabi. Aytganlarki, ey Robbim, men sahobalarim-ku bu deyman. Usayhabi sahobaning ham tasg'iri, ya'ni ularni rahim qilib, meni sahobalarim-ku bu bechoralar, nega haydayapsan ularni deydi Rasululloh. Alloh taolo u kishiga aytadiki, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Ular sizdan keyin nima ishlar paydo qilganliklarini siz bilmaysiz deydilar. Sahobalar mana shundan qo'rqishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida hamma sahobiy bo'lib yuravergandi. Lekin mana bu hadis sahobalarni hammasini vafot etgunga qadar sergak bo'lib turishlikka chorlagan hadis. Hattoki sahobalar ichidan ba'zilari havz oldidan haydaladi. Siz bilmaysiz sizdan keyin nima ish qilganini bular deyiladi. Hozirgi ummatlar batariqa a'lo havzda oldidan haydalishligi imkoniyatlar, ularga sabablar ko'proq bo'lishi mumkin. Innahum mazalu murtaddina ala aqobihim. Ular mundu faroqtahum, siz ajralganingizdan beri tinimsiz orqalariga murtad bo'lib qaytgan ular deyiladi. Ya'ni inson demak yuraverar ekan, men musulmonman hali ham. Men hali ham shu iymondaman deb namozini ham o'qib yuraveradi. Roza tutadi, sadaqa qiladi, Qur'on o'qiydi, hamma ishni qilib yuraveradi. Shuning uchun qiyomatda ham men ham shu Rasulullohning atbosiman deb boradi havzda oldiga. Ma'lum bu havzda oldiga kofirlar yoki munofiqlar kelmaydi, mutlaqo yaqin ham yo'lamaydi. Demak, hozir bu musulmonman degan umidda havzda oldiga kelyapti. Kimligi mana shu havz oldida fosh bo'ladi. Innahum mazalu murtaddina ala aqobihim munzu faroqtahum. Siz ajralganingizdan beri ular orqasiga qarab murtad bo'lib kelgan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda nima qiladi? Fa aqul suhqan liman baddala g'ayri liman baddala ba'di aw ghayyar. Shunda men aytaman deganlar. Suhqan, halokat bo'lsin. Halokat bo'lsin agar mendan keyin o'zgartirgan yoki almashtirgan bo'lsalar. Haqda almashavergan bo'lsa, o'zgartirgan bo'lsa, mendan keyin halokat bo'lsin degan. Men o'zim ularni haydayman deganlar. Mendan keyin dinini o'zgartirgan odamlar. Mana bu havzdan mahrum bo'lishadi. Batariqa a'lo Kavsardan ham mahrum bo'lishadi. Albatta bu sahobalar deganda katta-katta sahobalar nazarda tutilmagan bunda. Masalan, Hajjatul Vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni 100 mingga yaqin inson ko'rgan. Shular hammasi sahoba. Lekin umrida bir ko'rib qolgan xolos. Mana shu insonlarning ko'pchiligi Rasulullohdan keyin murtad bo'lib ketgan. Muhammad alayhisalom o'ldi, bo'ldi, din tugadi degan. Mana shu Kavsar surasida aslida shundan ogohlantirilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortidan farzandi yo'qligi, o'g'li qolmaganligi, qolgan qizlari ham ko'p o'tmasdan vafot etganligi, nabiralari birin-ketin qatl bo'lgani. Bu voqealar odamlarda haqiqatdan bir shubha uyg'otdi. Muhammad alayhisalom o'ldi. O'g'illari ham hayotligida o'lib ketdi, hammasi birin-ketin. Qizlari ham o'lib ketdi. Ko'p o'tmasdan nabiralari ham o'lib ketdi. Bu din ham o'zini yo'qolib ketadi shekilli degan xayol keldi. Chunki insonni ortidan qoldirgan merosini tarqatadiganlar odatda o'zini ahli bayti farzandlari bo'ladi. Odamlarga mana shu gumon kirdi. Mana shu gumon ulardan murtad bo'lishiga sabab bo'ldi ba'zilari. Shuning uchun Alloh taolo bu Kavsarni berganligini rasuliga eslatib, uni ortidan sizni haqorat qiluvchilar o'zlari ularning nihoyasi oqibati yo'qdir deganda ishora qilib qo'ydiki, Rasulullohni haqorat qilib mana shu sababdan u kishining dini yo'qoladi deb o'ylaganlar mana shu Kavsardan to'siladi. Chunki surani boshlanganligini qaraylik, a'toyna kal Kavsar. Kavsarni berdik deb oxir abtar bilan tugayapti. Ya'ni bu abtar oqibati yo'qlar. Mana shu Kavsardan to'siladi degan. Hattoki Rasululloh hayotligida mushriklar ochiq aytishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
farzandlari vafot etganda Rasulullohni abtar deyishgan, ya'ni o'g'illari o'lib dini yo'qolari haqida, yaqinda hali dini yo'qolib, mana bu din shu bilan odamlar o'rtasida qolmaydi deyishgan. Mana bu bir bizga bir qoidani beradiki, insonlar haq kim, nohaq kim deb gohida dovdirab yurgan paytda botil ahli haq ahliga qarshi chiqqanda agar yo'ldan to'xtata olmasa shaxsiyatga ta'na qilishga o'tadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni da'vatlariga mana Abu Lahabga o'xshaganlar, Abu Jahlga o'xshaganlar qarshi chiqdi. Lekin bu da'vat to'xtamadi. Oxir oqibat shaxsiyatga ta'na qilishga o'tishdi keyin. Da'vatni to'xtashlikdan umidni uzib, endi o'lsa to'xtaydi deyishdi. Nega desa, chunki bolasi yo'q, ortidan da'vatini qiladigan. Shu bilan bu din yo'qoladi deyishdi. Mana bu val aqibatu lil muttaqin ligini tushunmaydigan odamlarning fe'lidiki, oqibat baribir taqvodorlarniki bo'ladi. Ummat ichida qiyomatga qadar keladigan mana shunaqangi ortidan bor farzandini qoldirmaydigan haq ahlilarini da'vati to'xtamasligiga imom bo'lgan zot Rasululloh edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari birortasi u kishidan keyin dinni tarqatmadi. Lekin buning evaziga Alloh taolo u kishiga shu dinni tarqatadigan atbolar ummat berdi. Ahli sunna val jamoa imomlaridan ham bu misoli ko'p. Imom Buxoriy rahimahulloh uylanmagan. Lekin u kishining ortidan qolgan dinni kim tarqatdi? Ummat tarqatdi. Mana bu al-aqibatu lil muttaqin degan. Ibn Taymiya rahimahulloh uylanmagan, farzandi ham yo'q. Bugunga qadar Ibn Taymiyaning ilmi nimadan yetib keldi desa, bugunga qadar Ibn Taymiyaning ilmi u kishidan keyin qolgan ummatdan yetib keldi, shogirdlardan yetib keldi. Mana bu ham oqibat taqvodorlarniki ekanligi. Odamlar zohiriy fikrlaydi, ya'ni tashqi bir narsalardagina hisob-kitob qilishadi. Ko'pchilik insonlarda eshitamiz, o'zidan umidni uzib qo'ygan hagi farzandidan hamma narsani farzandidan kutadi. Bu yaxshi, lekin aslida insonni o'zidan qolganidan yetkazadigan narsa faqat farzand emas. Go'yoqda farzandlar pand beradi. Mana Abu Lahab farzandlari bor edi. Abu Lahab farzandlari hammasi halok bo'ldi. Birortasi tarixda nomi ham qolmadi, ismi ham qolmadi. O'zi ham halok bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari ham halok bo'ldi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dini boqiy qoldi. Surada mana shu Kavsarni Alloh rasuliga berganligini eslatganda, inna a'toynakal kavsar, biz sizga Kavsarni berdik. Endi shuning uchun namoz o'qing degan. Fasolli li robbik. Namozni Robbingiz uchun o'qing. Vanhar va qurbonlik qiling. Nahr arab tilida oddiy qurbonlik emas. Nahr degani tuya so'yish. Ya'ni qurbonlikda ham eng oliy nuqtasi. Mana bunda bir hozirgi aqllilik qilayotgan odamlarda bir savoliga javob borki, ba'zilar chiqyapti, namoz o'qi desa, namozni bu gunohkorlar o'qiydi, men nima gunoh qilibman deydi. Yoki bir ayol hijob o'rasa, bir nimadir gunoh qilganki hijob o'raydi deydi. Odamlar shunaqa fikrlaydi. Go'yoki ibodatni faqat bir gunohkorlar qiladi, osiylar qiladi. Men bir toza odam bo'lsam, nimaga men namoz o'qishim kerak? Nimaga men hijob o'rashim kerak deydi. Rasulini qarang, Alloh subhanahu va taolo u kishiga inna a'toynak, biz sizga berib bo'lganmiz o'zi Kavsarni dedi. Bu gapni gapirayotgan odamlarga hali Kavsar va'da qilingani yo'q, yoki jannatga kirish ham va'da qilingani yo'q. Alloh rasuliga mana berib bo'lganmiz dedi. Inna a'toynak moziy siyg'asida. Biz sizga Kavsarni berib bo'ldik, endi ibodat qiling. Ya'ni jannatga kirish tayin, Kavsar tayin Rasulullohga berildi. Lekin endi ibodat qiling, fasolli li robbik, endi Robbingiz uchun namoz o'qing dedi. Yani hatto berib bo'lgan bo'lsa ham, hatto berib bo'lgan bo'lsa ham. Vanhar, qurbonlik qiling dedi.
Qurbonlik qilganda ham tuya so'yib tarqating. Oddiy qurbonlik emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima gunohi bor edi? Tuya so'yib tarqatish kerak. Robbingiz uchun namoz o'qing deb buyruq qilgan. Aslida Kavsar u kishining qo'lida turibdi. Hozirgi ummat bilan sahobalarning farqini mana shundan tushunib olamiz. Sahobalar ichida jannatlikligi hayotdayoq bashorat berilgan insonlar bor edi. Nega shular ibodatdan to'xtamagan? Chunki rasuliga Alloh buyurgan buyruqni his qila bilishgan. Mana rasuliga ham Alloh berib qo'yib bo'lgan Kavsarni. Lekin shunday bo'lsa ham ibodatdan to'xtagan. Bu shukrona degan narsa ham bor. Yoki jannatga hisob kitobsiz kiradigan 70 ming inson haqidagi hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarida Ukkosha radhiyallohu anhu o'rnidan turib aytadi: "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham shulardan bo'lay." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam anta minhum, sen shulardansan deydilar. Endi qarang, Ukkosha radhiyallohu anhu demak jannatga hisobsiz kiradi. 70 mingta odam bor, jannatga hisobsiz, azobsiz qabrdan turib to'g'ri jannatga kirib ketadi. Mana shu ularning biri aniq bo'lgan bittasi Ukkosha. Ukkosha radhiyallohu anhu ga Rasululloh guvohlik berdi. Sen shulardansan dedi. Ukkosha radhiyallohu anhu nima qildi? Hayotini oxirigacha jihad qilib, umrining oxirida shahid bo'lib o'lgan. Men jannatligim tayin, menga hisob kitob yo'q, nima qilaman o'zimni qiynab demagan. Endi bugungi ummatning odamlarini qarasak, mana men nima gunohim bor namoz o'qiyman deyapti. Yoki ba'zi odamlar shu bir o'ziga bino qo'yib yuboradiki, odam bir o'zidan ham uyalish kerak bunaqa gapni gapirishda. Oz bir xosiyatlik bir tush ko'rib qolsa, ozgina hamma yoqqa ayohona solib, tushimda shunaqa narsani ko'ribman. Endi men bir xosiyatli odam bo'lsam kerak deb yuradi. Bu hech narsani hal bildirgani yo'q. Demak, Alloh bergan bo'lsa ham shu xosiyatni senga endi ibodat qilishing kerak. Mana Rasuliga Kavsarni berdik, endi namoz o'qing deyapti. Fasolli robbika, Robbingiz uchun namoz o'qing, vanhar, qurbonlik qiling. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni haqiqiy hayotda tatbiq qiladi. Kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yusolli hatta yatafattaru qadama. Oysha radhiyallohu anha aytganlar, Rasululloh namoz o'qirdilar, oyoqlari yorilib ketardi. Nega? Gunohkor bandamidilar? Shu darajada gunohi bormidi? Bizning odamlarda hali bu avomlar nari tursin, mana bu ahli ilmman degan yoki bir domlalar bizdagi mana shu narsa singib ketgan odamlarga mana yosh bolalarni hozir masjidlardan man qilishyapti. Bular nima gunohi bor deydi. Bizni ham yoshligimizda shunaqa narsalarni aytishib man qilishardi. Endi nima gunohing bor? Namoz o'qiysan sen. Inson faqat gunohi bo'lsa namoz o'qiydimi? Ya aslida gunohim yo'q degan odam shu gapi bilan gunohkor bo'ladi. Fasolli li robbik. Mana Rasululloh shuni hayotlarida tatbiq qildilar. Oyoqlari yorilib ketadigan darajada namoz o'qirdilar. Oysha onamiz: "Ya Rasululloh, qad g'ufira laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar" degan. Sizning o'tgan gunohlaringiz va kelasi gunohlaringiz mag'firat qilingan. Ya'ni mana shu fikr mana. Ya'ni go'yoki gunoh uchun qiladi-da inson degan fikr. Ya'ni nimaga bunchalik ibodat qilasiz deganda, afala akun abdan shakura. Ha, shukr qiladigan banda bo'lmaymanmi deganlar. Ya'ni bu gunoh kechirilgan taqdirda ham shukr degan narsa bor. Kavsardek bir ne'matga shukrona qilinmasa, mana shuni o'zi bir gunoh bo'ladi. Fasolli li robbika vanhar, Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qilib tuya so'ying degan. Vanhar, nahr tuya so'yishlik dedik. Buni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotga tatbiq qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj qilganlarida 100 ta tuya qurbonlik qilganlar. 100 ta tuya. Bu 100 ta tuya bir odamning diyasi deyiladi. Ya'ni bir odamni sotib olishdek gap bu. 63 ta tuyani o'z qo'llari bilan so'yganlar. 63 ta. Qolganini Ali radhiyallohu anhu ga berganlar, Ali radhiyallohu anhu so'ygan. Shularni tuyalarni egari bormi, ustidagi yopinchig'i, arqoni hammasini sadaqa qilganlar. Faqat qurbonlikda o'zi ham yeyish kerak degan sunnatni ko'rsatib qo'yish uchun
har bir tuyadan bir qismdan go'sht olib qozonga solib sho'rva qilib o'sha o'rinda yeyib, shu bilan qolgan hammasini tarqatib o'rganlar. Har bir tuyadan bir qismdan go'sht olganlar. Uni ham hamma o'tirib bir yeb bir turishdi. Mana bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kavsarga shukrona qilib qo'yganlar. Alloh rasuliga "Vanhar" deb buyurgan. Mana bu mu'min bilan munofiqning farqi. Hasan Basri aytadilar: "Al-mu'min man jama'a ihsanan wa shafaqa, wal munafiq man jama'a isa'atan wa amna." Mu'min odam kim desa, mu'min odam ham yaxshilik qilib, ham qo'rqib turadi. Ammo munofiq bo'lsa, o'zi yomonlik qilib xotirjam bo'lib turadi. Nimaga noham borib turadi? Mana shunda bu munofiq deyiladi. Mu'minlar haqida Alloh taolo Qur'onda "Uyutuna ma ataw wa qulubuhum wajila" deydi. Mu'minlar bir narsa bersa birovga, bergan narsasini berish paytida qalbi qaltirab turadi degan. Ya'ni qabul bo'ladimikan, yo'qmi deb qalbi titrab turadi. Mana bu mu'minlik sifati. Ammo Allohning makridan omonda bo'ladiganlar haqida afa aminu makralloh deydi. Odamlar Allohning makridan omondalarmi? Wala ya'manu makralloh illa al-qawmul khosirun. O'ziga ziyon qilgan insonlargina Allohning makridan xotirjam bo'lib qoladi. Inna shani'aka huval abtar dedi keyin. Sizni haqoratlovchi inson, ma'lumot qiluvchi insonning oqibati yo'qdir dedi. Shani degani yomon ko'ruvchi degan, nafrat degan. Demak, bir insonni agar ichiga bir insonga nisbatan nafrat kirib qolsa, haqdan mahrum bo'lishining eng katta sababi mana shu bo'ladi. Odam bir insonga nisbatan qalbida nafrat kirgizib oladi. Keyin aytayotgan gapi oyatmi, hadismi, hech narsaga quloq solmaydi. Toki mana shu qalbidan o'sha odamga nisbatan nafratni olib tashlamaguncha endi bu odam haqqa erishmaydi. Ana shuni shani deyiladi. Nafrat qiluvchi odam bu abtar, nihoyasi oqibati yaxshi bo'lmagan odam bu. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham haqorat qiladigan, nafratlanadigan odamlar bo'lgan. Biz mana shuni tushunib olishimiz kerak. Bir odamni odamlar yomon ko'rsa, bu degani shu odam yomonki, bizda odamlarda gap bor edi. Nimadir gap borki yomon ko'radi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda men nafratlanishardi. Shani'ak deyapti. Sizdan nafratlanuvchilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima yomonligi bor? Odamlarga nafrat qilardi. Hind aytadi, Abu Sufyonning xotini. Hind bu Abu Sufyonning xotini va Abu Lahabning singlisi. Hind aytadi, iymonga kirgan paytida ya Rasululloh ma kana ala zohril ardi min ahli khaba'in ahabbu ilayya an yazallu min ahli khaba'ik. Rasulullohga qarab aytgan, ya Rasululloh, yer yuzida sizni xonadoningizchalik xor bo'lishini istaydigan xonadon yo'q edi menga degan. Yer yuzidagi eng shu xor bo'lishini istaydigan xonadon sizni xonadoningiz edi deyapti. Bu darajada nafrat bosishligiga Rasululloh sabab bo'ladigan ish qilmagan. Demak, odamlar nafratlanaveradi. Hasad kelganidan ham nafratlanadi. O'zi ichi kibr borligidan ham nafratlanadi. Bunchalik ichiga nafrat to'lishiga nima sabab bor bo'lmasam? Butun yer yuzidagi eng xor bo'lishini istaydigan xonadon Rasulullohning xonadoni deyapti. Ya'ni faqat o'zingiz ham demagan, xonadoningiz bilan. Lekin bugun yer yuzida sizni xonadoningizchalik aziz bo'lishini deb istaydigan xonadon yo'q degan. Bir kunda Alloh qalbini o'zgartirib tashlaydi mana. Muqallibul qulub deyiladi. Qalblarni o'zgartirib tashlaydi. Kechagina yer yuzidagi eng yomon odam, yomon ko'rib turgan odamini bugun sizchalik va sizni xonadoningizchalik menga yaxshi ko'rilgan odam yo'q degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ayzon vallazi nafsi biyadihi deganlar. Ya'ni nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, hali bundan ham ko'p yaxshi ko'rasizlar. Haqiqatan shunday bo'lgan. Abu Sufyon, Hind, bularning farzandi Muaviya radhiyallohu an
Bular haqiqiy sahobalar bo'lib ketgan. Alloh taolo qalbini haqqa burib qo'ydi. Endi bu Allohning fazli bo'ldiki, shuncha nafrat qilishiga qaramasdan haqni Alloh tanitib qo'ydi. Zalika fadlulloh yutihi man yasha. Bu fazlni lekin Alloh xohlaganiga beradi. Bo'lmasam odatda bunaqa ichi nafratga to'lgan odamlar Abu Lahabga o'xshab bo'lib ketadi. Chunki Alloh hukm qo'yib qo'ydi. Inna shani'aka huval abtar. Sizni shunaqa haqoratlab nafratlanadiganlar bular nihoyasi yomon bo'ladi. Mana shu oyat bizga hozirgi kunda bir umid beradi. Inna shani'aka huval abtar. Sizni haqoratlovchilar nihoyasi bitgan bular. Tugagan odamlar bular yani. Hozirgi kunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazhara qilib chiqishayotgan davlatlar. Qaysiki davlat agar mana shunaqa qilib yoki bir shaxslar Rasulullohni mazhara qilib chiqayotgan bo'lsa, Allohning va'dasi bu qonun bor mana. Inna shani'aka huval abtar. Sizni haqorat qildimi, uzildi degan. To'xtadi shu joyda. Ko'pga bormaydi yani. Bizga umid beradi. Agarchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqoratlanishligi bizni quvontirmasa ham, lekin bu davlatlarda nihoyasi yaqinlashganligini umidini beradi. Allohning qonuni bu. Haqorat qildimi, tugaydi yaqinda degan. Mana Kisroga Rasululloh maktub jo'natgandilar. Kisroga chiroyli muomala bilan yozib maktub jo'natsalar, Kisro maktubni olib yirtib elchining yuziga otib yubordi. Kisro ya'ni Fors podshohi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytganlar: "Iza halaka Kisro fala Kisro ba'dahu." Agar mana shu Kisro o'lsa, endi bundan keyin qaytib Kisro degan narsa bo'lmaydi degan. Ya'ni Fors imperiyasi yo'q qaytib. Haqiqatda shunday bo'ldi. Mana hozirgacha Rasulullohning so'zlarining tasdig'i Fors degan davlat yo'qolib ketdi. Bo'linib ketdi. Iroq bo'linib ketdi. Demak, Rasulullohni haqoratladimi, yomon ko'rdimi, shani'ak deyapti. Huval abtar, bu orqasi qirqildi buni. Allohning hukmi bu. Bugungi kunda ham qaysi davlat shu Rasulullohni mazhara qila boshlagan bo'lsa, bu davlatning zavoli nihoyasi yaqinlashganini bildiradi. Huval abtar. Shaxslar bo'lsin, bu davlatlar bo'lsin. Sahobalar shuning uchun bir qal'alarni qamalga olishsa, jang qilardilar. Hech fath bo'lmasa, haligilar kofirlar ya'ni bezor bo'lgandan Rasulullohni so'ka boshlasa, xursand bo'lib ketishardi. Rasulullohni so'kkaniga emas, Rasulullohni so'kkaniga xafa bo'lamiz. Lekin Rasulullohni so'kdimi, Allohning qonuni bor, tugaydi bu degan. Shundan xursand bo'lib ketishardi. Haqiqatan keyin fath bo'lardi. Alloh taolo buni o'zi oyatda ham aytib qo'ygan. Va idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Agar bir shaharda halok qilishni istasak, u yerdagi badavlat kishilarga buyruq qilamiz. Fosiqlik qiladilar, haddan oshadi. Mana shunda Allohning so'zi haq bo'lib, ularni yakson qilamiz deydi. Bu bir xush xabar bo'ladi. Inna shani'aka huval abtar. Ana bu sizni haqoratlaganlar haqiqatda nihoyasi aniq bo'lgan odamlar dedi. Alloh taolo rasulini zikrini qoldirdi. Qur'onda aytgandek, "Va rafa'na laka zikrak." Sizni zikringizni biz ko'tarib qo'ydik. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar, buning tafsirida qayerdaki Alloh deyilsa, yonida Muhammad Rasululloh deyiladi. Insonni dinga olib kiradigan kalima ham ashhadu an la ilaha illalloh desa, ashhadu anna Muhammad Rasululloh deydi. Azonda ham, inson dunyodan chiqadigan kalimada ham hattoki. Hammasida Alloh zikr qilinsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilinadi. Mana bu oyatning tasdig'iki inna shanaka huval abtar. Siz emas, Rasululloh emas abtar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqoratlagan abtar. Abu Lahablar ham shunga o'xshagan odamlar edi. Tabbat yada Abi Lahabin va tab dedi Alloh. Abu Lahabning qo'li qurisin, quridi ham. Halok bo'lsin, halok bo'ldi ham. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Uning moli ham, kasb qilgan narsalari ham unga foyda bera olmadi. Sayasla naron zata lahab. Hali bu alangalik olovda yonadi. Va imro'atuhu hammalatal hatab.
va o'tin ko'targan xotini ham. Fijidiha hablum min masad, bo'ynida xurmaning po'stlog'idan to'qilgan arqoni bilan qo'shib jahannamga kiradi. Jahannamda yonadi dedi. Masad surasi tushdi. Masad surasi bu Makka da tushgan edi. Ammo Kavsar surasi esa Madinada tushgan. Chunki biz yuqorida hadisda aytdik, Anas radhiyallohu anhu aytdilar, biz o'tirganimizda tushdi dedi. Anas qayerda edi? Madinada edi. Ammo bu Tabbat yada Abi Lahab va Tab Makka da tushgan. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimizga va anzir ashiratakal aqrobin oyati tushgandi. Qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring degan oyat tushdi. Bu Abu Lahab Rasulullohning amakisi bo'ladi. Chiqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya Sobaha deb qichqirdilar. Ya Sobaha degan qichqiriq arablarda bir dushman bostirib kelsa shunaqa qilib chaqirishadi. Qutqaruv go'yoki qutqarishga chaqirishlikdek bir ishlatiladi. Hamma chiqdi, ishongan ham, ishonmagan, mo'min, kofir hamma qo'shilib nimadir bo'ldi voqea deb to'dalanganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu holatini tasavvur qilsak, qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring degan oyat tushganda, bu Rasulullohga aziyat berib yurilgan zamonlar edi o'zi. Lekin baribir shunga bo'ysundi Rasululloh, chiqib hammani to'daladi. Ashiratakal aqrobin, qavm qarindoshlarni hammasini to'daladi. Agar sizlarga aytsam, mana shu vodiy ortidan bir dushman bostirib kelyapti desam, ishonasizlarmi dedilar. Odamlarning g'ofilligini qaraylikki, ha deydi, sizda hech yolg'onni uchratmaganmiz, ishonamiz. Nima gap? Kim bostirib kelyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hikmatlari odamlarni mana shu hissiy narsa bilan ma'naviy narsaga, ya'ni hozircha ma'naviy bo'lib turgan, lekin oxiratda haqiqiy bo'lgan narsaga chaqirganlar. Ya'ni bu Allohning azobi ham mana dushman bostirib kelgandan farqi yo'q. Unzirukum inni nadirul lakum bayna yaday azabin shadid. Rasul aytganlarki, men sizlarga mana shunaqangi qattiq azobni oldin ogohlantirishga keldim. Shunda ishongan odam ishondi, ishonmagan ishonmadi. Abu Lahab shunda qo'lini silkib, tabban laka sa'iral yawm ali hada jama'atana degan. Halok bo'lgur, yana shu uchun jamlaganmiding bizni degan. Endi mana bu yerda bir narsa bor. Abu Lahab halok bo'lishligi tayin edi, mana sura tushdi. Abu Lahab jahannamiy, mana oyatda aytdi. Shunga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh nega buyurgan? Jamlang shularni, gapiring. Anzir ashiratakal aqrobin. Qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring, jamlang deb nega Alloh taolo rasuliga buyurgan? Sabab liyahlika man halaka an bayyina va yahya man hayya an bayyina. Alloh taolo oyatda aytganki, shunaqa halokatga uchraydigan odamlar bo'lsa halok bo'lishi uchun. Odamlar mana shu narsani tushunmaydiki, hozir bularga foydasi yo'q gapirishdi deydi. Ana shu foydasi yo'q odamlar foydasiz bo'lib aniqlanishligi uchun aytilish kerak. Abu Lahablar ko'rinish kerak ichida. Odamlar ichida hozir odamlar aralash bo'lib yashaydi. Abu Lahabi ham bor uning ichida, iymon keltirmoqchi bo'lib turgani ham bor, Abu Tolibga o'xshab shakda yurgani ham bor. Har xil odamlar aralash. Odamlar mana shunda haqni botildan ajralishligi uchun odamlarga ogohlantirish kerak. Alloh taolo oyat tushirdi, anzir ashiratakal aqrabin, ogohlantiring deganda bilardiki, Abu Lahab hozir Abu Lahab bo'ladi. Lekin shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab tabbanlak deyish kerak edi. Halokatga uchragur, shuning uchun bizni to'daladingmi deyish kerak edi. Mana shu narsa bo'ldi ham, aytdi. Shuning ortidan tabbat yada Abi Lahabin va tab degan sura tushish kerak edi. Mana shu voqea sodir bo'ldi haqiqatan ham. Payg'ambarimizning amakisi bo'lgan odam eng qattiq Rasulullohga dushman edi. Rasulullohning amakilari 3 ga bo'lindi o'zi. Bir amakisi mana Abu Lahab. Eng katta dushman edi Rasulullohga. Ikkinchisi amakisi o'rtada qolgan amaki edi, Abu Tolib. Bu
kofirlar tarafdori ham emas, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafdori, o'zi kofir edi. Himoya qildi, yordam berdi, lekin o'zi kofir edi. O'rtada turgan bir amaki edi bu. Uchinchi qism amakilari Abbos va Hamza radhiyallohu anhum. Bular musulmon bo'ldi. Hamza Abbosdan afzal shahid bo'ldi. Abbos esa keyinchalik musulmon bo'ldi. Amakilar uchga bo'lindi. Shundan bilib olish kerakki, hozirgi kunda masalan Rasulullohning nasabidanman deb faxrlanadiganlar agar amal qilishmasa bu Rasulullohning nasabidan mana eng qattiq dushmanlar ham chiqqan, Abu Lahablar. Yoki na u yoqli na bu yoqli bo'lib yuradigan odamlar ham chiqqan, Abu Toliblar. Va oddiy bir musulmon, oddiy bir sahoba bo'lgan Abboslar ham chiqqan va sayyidu shuhada bo'lgan Hamzalar ham chiqqan. Hammasini amaliga qarab Alloh taqsimlab qo'ydi mana. Hech kimni bu yerda Rasulullohning amakisi ekan deb yon berilgani yo'q. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kimni ana shu amali ortga tortmagan bo'lsa, nasabi oldinga tortolmadi. Himoya bergan ham shular edi, amakilari. Aziyat bergan ham shular edi, amakilari. Abu Lahab bo'lib o'ldi. Bu odamni bir ismi oqibatini bildirib turadi go'yoki Abu Lahab. Lahab mana surada keldi, sayasla naron zata lahab. Lahab degani alanga degani. Zata lahab bu ana shunaqangi alangalik jahannam olovida kuyadi hali bu. Abu Lahab bu oyat tushdan oldin ham Abu Lahab edi u. Ko'pchilik o'ylaydiki, shu sura tushgandan keyin Abu Lahab yo'q, unaqa emas. Mushriklar azaldan uni Abu Lahab deb kelardi. Ota bobosi uni shunaqa Abu Lahab. Ismi to'g'ri boshqa edi, Abdul Uzzo, lekin uni kunyasi Abu Lahab edi. Odamlar azaldan uni Abu Lahab deb kelardi. Sababini aytishganki, chunki ikki yuzi yaltirab yonib turardi. Shunaqangi bir shijoatli odam edi, o'zicha ikki yuzi yaltirab yonib turardi. Lekin Alloh bir odamga shu badbaxtlikni bitsa, uni ismini ham badbaxt qo'yar ekanki, shu yuzi yonib turgani bilan bir chiroyliroq ism qo'ysa bo'lardi-yu, masalan Abu Nur desa bo'lardi. Yo'q, unaqa ism qo'yisha olmadi. Alloh tavfiq bermadi. Ism qo'yishigacha tavfiq bermadi azaldan. Yoki Abu Ziya desa bo'ladi, masalan ziyolik inson desa. Yo'q. Aynan Abu Lahab, alangalik inson. Chunki shu ismiga yarasha odam bo'lish kerak edi bu. Alloh shuni istadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytganlar, ash-shaqi man shaqiya fi batni ummi. Badbaxt o'zi onasining qonidaligida yo'q badbaxt bo'lib bo'lgan bo'ladi. Va sa'id man sa'uda fi batni ummi. Xuddi shunday baxtli odam ham onasining qornida yo'q o'zi baxtliligi yozib bitirgan bo'ladi. Jannatiyligi bitirgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismini Muhammad qo'yishga kim tavfiq berdi? Alloh. Bo'lmasa bunaqangi ism yo'q edi aslida, hech oldin. Muhammad degan ism yo'q edi. Alloh ilhom qildi, Muhammad degan ism qo'yishdi. Abu Lahabdagi insonlarga esa ularni ota-onasigacha shu Alloh ilhom qildi, shunaqangi jahannamiy ismni qo'yib qo'ydi farzandiga. Odam o'zi bilmaydi nima qilayotganini shuning uchun. Yoki Abu Jahl buning sherigi. U ham ismi o'zini kunyasi o'zini kimligini bilib turadi. Abu Jahl jaholat otasi, haqiqiy johil edi. O'ta ketgan johil edi. Ismi hayoti va oqibatini belgilab qo'ygandi bularni. Bu ko'p o'rinlarda buni misoli bor. Masalan, Hudaybiya sulhida musulmonlar bilan mushriklar sulh tuzayotganda mushriklar tarafdan bir kishi kelib sulh tuzish kerak edi. Mushriklar Suhayl ibn Amrni jo'natishdi. Suhayl ibn Amr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqdan qarasalar kim kelyapti? Suhayl kelyapti deganlarda atakum Suhayl va ma ura illa qad sahala lakum amrakum deganlar. Suhayl keldi, tamom endi inshaalloh ish yengillashdi deganlar. Chunki Suhayl sahldan olingan, oson. Osongina degani Suhayl degani. Mushriklar tomonidan Suhayl keldi. Alloh taolo jo'natgan insonni qarang, mushriklarning ichidan ham aynan Suhayl. Masalan, So'ab degan odamlar ham bor edi. Yo'q, unaqa odamlar kelmadi. So'ab qiyinchilik ishlarni qiyinlashtirib ketadi kelsa. Suhayl keldi. Osongina sulh bo'ldi, ketdi. Mana bu odamni ham Abu Lahab deb shu ismi jahannamiy bo'lib bitirgan edi. Bu surada bir mo'jiza bor. Alloh hukmni qo'ydi. Tabbat yada Abi Lahabin va tab. Abu Lahab halok bo'ldi, tamom dedi.
Tabbat yada Abi Lahab birinchisi Abu Lahabning qo'li halokatga uchrasin degani duoibat bo'lsa, va tab ikkinchisi bo'ldi shunaqa degani. Ya'ni hukm chiqdi Alloh huzuridan, bu odam endi tuzalmaydi. Bu mushriklarni bir ojiz qoldirishki, shunda ularni bir Abu Lahabga o'xshagan odamlar chiqib, yoki xotinini ham aytib qo'ydi. Biz musulmonmiz desa bo'lar edi. Ular Qur'onni yolg'onga chiqarishga haris edi. Kelib turib biz musulmonmiz desa go'yoki odamlar ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushgan bu vahiy yolg'on bo'lib qolardi. Abu Lahab jahannamiy dedi. Ana bular endi kelib musulmon bo'lyapti. Lekin Alloh irodasi hamma irodadan ustunligini mana shu yerda ko'ramizki, o'shani shu aqliga, xayoliga ham shuni keltirmagan. Chunki bu Abu Lahablik qonuni chiqqan, halok bo'lish kerak edi, tamom o'zgarmaydi endi. Istasa ham aytolmadi ham, yo'q men musulmonman deb yolg'ondan ham aytolmadi. Bo'lmasam haris edi. Xotinigacha hukm qo'ydi, bola chaqasigacha hukm qo'ydi. Hech kim o'zgara olmadi. Mana bu Allohning so'zining tasdig'iki va ma tashauna illa ayyasha Allohu robbul alamin. Olamlarning Robbisi Alloh xohlamasa xohlamaysizlar degan. Iymon keltirishni ham xohlolmaydi. Abu Lahabning qo'li qurisin deganda nega qo'li? Chunki inson hamma gunohni odatda shu qo'lidan qiladi. Halokatni Alloh taolo qo'liga nisbat berdi. Shu qo'li kasb qilgan gunohi deganidek, bu degani jasadi salomat qoladi degani emas. Tabbat yada Abi Lahabi va tab halok bo'ldi ham bu. Ikkinchisi demak xabar. Birinchisi duoibat bo'lsa, ikkinchisi xabar qildi. Bu hukmi tayin xabar bo'ldi bunga. Halokat yetdi bunga. Bu Abu Lahabni dushmanchiligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ma'lum. Har xil qissalar kelgan, biz ularni gapirib o'tirmaymiz, chunki bular shunchaki rivoyatlar, biror bir sahih manbada kelmagan, ya'ni aziyat berish kayfiyatlari, har xil rivoyatlar. Muhimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat bergan dushman bo'lgan. Tariqunul Muharibi degan bir kishi aytadiki, sahobiy, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Zil Majoz degan bozorda ko'rgandim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh tuflihu. La ilaha illalloh deylar, najot topasizlar desalar, orqasidan bir kishi yurardi deydi. Barroqus sanaya, yanoqlari yaltirab turgan kishi. Ajmalun nas, odamlarda eng chiroylisi deydi. Tupa-tuzuk bunday qaraganda ko'rinishidan eng chiroyli odam. Chunki bular hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasldosh, amaki, shunaqangi insonlar edi. O'xshar edi ko'rinishidan Rasulullohga. Eng chiroyli odamiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey odamlar la ilaha illalloh deylardi, bozorlarda yursalar, orqasidan mana shu odam toshni olib orqasidan otib yurardi. Bu shug'luhu shag'il degandek arablarda ishi shu. Go'yoki shu uchun yaratilgan bu. Hamma ishini tashab bozorda Rasululloh orqasidan yurib tosh otib. Rasululloh ey odamlar la ilaha illalloh deb najot topasizlar desa, orqadan kelib ayyuhan nas la tusaddiqu innahu kazzab. Ey odamlar tasdiqlamanglar, bu kazzob bu deb yurardi. Yolg'onchi bu deb yurardi. Innahu sabi, bu dinidan qaytgan, bu ota bobosining dinidan. Ishi shu uni. Rasululloh haqqa chaqirsa orqasidan uni yomonlab yurish. Abu Lahabning ishi shu edi. Demak bu bo'lishi tayin bo'lgan narsa bu. Alloh taolo oyatda har bir payg'ambarga ana shunaqangi mujrim, jinoyatchilarni dushman qilib qo'yganmiz deydi. Hech bu osonlikcha erishiladigan narsa emas, haqqa da'vat qilish. Yurganda orqasidan tosh otib, qod adma qodamay, sahobiy aytadi, oyog'ini qonatib olgan, Rasulullohning orqasidan tosh otib yuribdi. Shunchaki qaytarib qo'ygan yo'q, tosh otyapti, haqiqiy. Oyoqlarini qonatib tosh otib yuribdi. Odamlardan so'radim, kim bu desam, Rasulullohni ko'rsatishib, bu Abdul Muttolibning nabirasi, payg'ambarman deyapti deydi. Orqasidagisi kim desam, o'zini amakisi, kazzob deyapti deydi. Shu yerda bir odamlarga
ibrat borda, hozir odamlar chiqyaptiki, go'yoki bugungi tushgan kun uni boshiga tushgandek, go'yoki tarixda uni misoli bo'lmagandek. Buni mana yuqorida oyatda aytdik, qad xolat min qablikum sunan, Alloh aytib qo'ygan. Bu yo'llar hammasi oldin o'tib bo'lgan. Odamlar bugun xuddiki bugungi kun tarixda bo'lmagandek tasavvur qiladi. Bu yo'llar oldin o'tib bo'lgan deydi. Odamlar hozir aytadi, biring chiqib manoni haq deysan, birlaring chiqib manoni botil deysan. Kimga ergashishni bilmayapmiz. Go'yoki shu bechora dunyoda yo'l ko'rsatuvchi odamsiz qolib ketgan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qilingan narsa bu. Mana Rasululloh haqqa ergashinglar deb yuribdi, la ilaha illalloh deyglar, najot topasizlar deb. Orqasidan tosh otib, yo'q, kazzob deb yuribdi. Bunga bunaqa deydigan odamlar o'sha zamonda bo'lsa ham xuddi shu gapni gapiradi. Kimga ergashishlikni bilmayapmiz deb o'tiraveradi. Shu qiyinchiliklardan chiqib, mana shu fitnalardan, aldanishlardan qutulib, izlanib, harakat qilib iymon keltirgan sahobalar. Osongina narsami bu iymon keltirish? Kimga ergashishni bilmayapmiz deb hamma narsa faqat haq aniq bo'lsa-da, odamlar shunga ergashsa. Go'yoki odamlar dovdirab qoladi. Dovdiraydi odamlar, bu haq shunaqa. Payg'ambarimiz iymon keltirdi deydi, Abu Lahab iymon keltirma. Kimga ergashish kerak? Nafaqat bu yerda Abu Lahab, balki butun jamiyat iymon keltirma deydi. Shu qiyinchilikdan chiqib iymon keltirdi. Iymon keltiraman degan odamlar, mana Abu Zar al-G'iforiga o'xshagan odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabari chiqqanda ular eshitishardi. Hamma Rasulullohni eshitishdan qaytarib yurib ekan. Eshitmanglar. Yaqiniga bormanglar, sehrlab qo'yasizlar. Lekin iymon keltiraman degan odam izlanadi. Odamlarning gapiga ishonib ketavermaydi. Abu Zar al-G'iforiy akasini jo'natgan. Bor menga bilib ki, akasi yoki ukasini jo'natgan. Nima deyapti ekan mana odam degan. Ukasi borgan, eshitdim, gapirgan gapi yaxshi, hech qanaqa yomon gap gapirmayapti desa, qanotlanmagan, o'zi kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, berkinib, eshitib, iymon keltirib, keyin chiqib mushriklarning oldida iymonni e'lon qilgan. Mana shunaqa qiyinchiliklardan o'tib iymon keltirishgan. Osongina narsa emas bu iymon keltirish. Yoki haqni topishligi hamma zamonda shunaqa. Kim adashadi desa, Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Fa innakum va ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man huwa salul jahim. Sizlar ham botil ahliga qarab aytgan. Va sizlar ibodat qilayotgan narsalaring ham hech kimni adashtira olmaysizlar. Ma antum alayhi bifatinin. O'zlaringga qarata olmaysizlar. Kimni o'ziga qarata oladi? Botil ahli. Illa man huwa salul jahim. Jahannamda yonish kerak bo'lgan odamligini o'zlaringga qarata olasizlar degan. La yahlik alalloh illa halik. Halok bo'lish kerak bo'lgan odamgina o'zi halok bo'ladi. Hech haqni istagan odam halok bo'lmaydi va o'rtada dovdirab ham qolib ketmaydi. Sahobalar zamonidan bugunga qadar shunaqa. Hech xomtama bo'lib yurmasinki, bir hammaga tushunarli bo'lib keladi haq deb. Unaqa emas. Jahannamda kuyish kerak bo'lgan odamgina botilga ergashib shuni tasdiqlab yuradi. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Uning moli ham, kasb qilgan narsasi ham foyda bermadi dedi. Aslida moli kasb qilgan narsasidan emasmi? To'g'ri. Mol kasb qilgan narsasidan. Lekin kasb qilgan narsasi degani umumiyroq. Masalan, bolasi ham insonning kasbiga kiradi. Valadur rajul min kasbihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kishining bolasi uning kasbi deyiladi. Nuh alayhisalomga Alloh shuning uchun ham bolasini innahu amalun g'ayru solih, nosolih kasb bu dedi. Ham mol dunyosi, ham bola chaqasi yoki topgan obro'si hech narsasi foyda bermadi. Maghna anhu maluhu ma kasab sayasla naron zata lahab, alangalangan olovda jahannamda kuyadi bu dedi. Agar bu jahannamda alangada kuyishligiga shak qilishgan bo'lsa, Alloh ibrat qilib qo'ydiki, Abu Lahab halok bo'ldi deganda, mana biz ko'rdik, tarix guvoh, kofirlar ham hatto guvoh, Abu Lahab musulmon bo'lmay o'tdi dunyodan.
Uning xotini ham musulmon bo'lmasdan dunyodan o'tdi. Mana shu birinchisi ikkinchisiga tasdiq deyiladi. Ya'ni birinchi guvohlik bergani Allohni Abu Lahab halok bo'ldi, xotini ham halok bo'ldi degani ro'yobga chiqdimi? Endi ishoninglarki, ikkinchisi ham sayasla aniq hal ro'yobga chiqadi. Hech kim unga to'sqinlik qila olmaydi. Sayasla naron zata lahab, alangalangan jahannam olovida hali kuyadi. Ba'zi odamlar chiqadi hozir o'lib ketgan odamlarni gapirib nima qilasizlar deydi. Go'yoki o'lib ketgan odam gapirish mumkin emasdek. Bu masalani o'zini hikmati bor. To'g'ri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tasubbul amwat degan, o'liklarni so'kmanglar. Lekin so'kishga haqli bo'lmagan o'likni so'kilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Abu Lahabni so'kib haqoratlab oyat, sura nozil qilib qo'ydi. Agar qiyomatga qadar keladigan Abu Lahablar bo'lsa, ularni so'kilinadi, haqoratlanadi. Sayasla naron zata lahab fi jidi va imratuhu hammalatal hatab, va o'tin ko'targan xotini ham. Xoslab xotinini keltirdi. Chunki bularda yuqorida aytilgandek shughluhu shag'il, hamma ishini tashab, ikkalasini ham ishi shu Rasululloh bilan ovora bo'lishidi, xotin. Xotinlar mana shu narsada aldam qoladi. Mana hozir ayollar chiqib olib o'zlaricha haq va botil qayerdaligini belgilashyapti. Nafaqat shaxslar o'rtasida, katta-katta jamoatlar o'rtasida, olimlarning aqli yetmay qolgan narsalarda chiqib, mana haq, mana nohaq o'rtada o'zlaricha hukm qilyapti ayollar, uyda o'tirgan ayollar. Shuni bilish kerakki, aslida Abu Lahabning xotini ham xuddi shu narsa bilan halok bo'lgan. Ogoh bo'lish kerak. Abu Lahabning xotiniga o'xshab erining gapigagina ishonib, birov haqida hukm qo'yib, mana shunaqangi halokatga uchrab qolmasin. Xotini nimani biladi Abu Lahab? Haq nima, nohaq nimaligini. Shu eri bilan Abu Lahab bilan birga shu xotini shunaqa bo'ldi. Hozir ham shunaqa ayollar o'tirib o'zlaricha davra qilib bir narsalarni bahs qilishadi. Nimani gapiradi desangiz, hammasi eridan eshitgan gapni kelib gapiradi. Bu ochiq taqlid bilan inson haq nima, nohaq nimaligini bilmaydi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut. Rasululloh aytib qo'ygan, kim Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi bo'lsa gapirsin, bo'lmasa jim tursin. Inna minal ilmi an yaqula rajul lima la ya'lam, Allohu a'lam. Kishi bilmagan narsasini bilmayman deyishligi ham bir ilm degan. Hamma narsani ilmli qilib davrada gapirishligi shart emas. Taqlid bilan Abu Lahabning xotini Abu Lahabning xotiniga aylandi. Qur'onda uni nomi keldi mana. Mana bu oyatdan ulamolar oladiki, agar inson taqlid bilan kofir bo'lib qolsa, uzr bo'lmaydi unga. Erim shunaqa deb, u ham shunaqa bo'lsa, er aytgani uchun, otam shunaqa deb, u ham shunaqa bo'lsa, bizning millat shunaqa deb shunaqa bo'lsa, uzr bo'lmaydi bu insonga. Va imra'atuhu hammalatal hatab, o'tin tashuvchi xotini ham dedi. Bu ulamolar bu o'tin tashish degan sifatini nega keltirgan degan narsada ikki xil tafsirlar bor, haqiqiy yoki majoziy tafsir. Haqiqiy tafsir deganlar aytishadiki, o'tin tashib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga tikanlik o'tinlarni tashab qo'yar edi. Kechqurunlari Rasululloh yursalar oyoqlariga botsin. Aslida Abu Lahabning xotini o'tin tashiydigan xotin emas edi, u badavlat ayol edi. O'tin tashishlik o zamonda cho'rilarda ish edi. Cho'rini ish edi. Lekin odam shunaqa, agar bir odamga hasad qilib qo'ysa yoki nafrat qilib qo'ysa, o'zining kimligini yo'qotib qo'yadi mana. Shunaqa pastkashlashib ketadi. Cho'ri qiladigan ishga ham rozi bo'lib boradi. Shunga alamini qondirsa bo'ldi, shunga nafratini izhor qilsa bo'ldi. Tog'dan tikanlik o'tin tashib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'liga tashirdi. Bu bir ma'no hammalatul hatob deganda o'tin tashiydigan xotini. Yoki ba'zi ulamolar aytadiki, hammol bu siyg'ay mubolag'a tinimsiz o'tin tashiydigan deganda
jahannamda o'zi yonib yotgan erini ustiga tinimsiz o'tin tashib yana yondiradi. Hammalatal hatob, jahannamda o'zi er yonadi, Abu Lahab. Shuni ustiga tinimsiz jahannamda yana o'tin tashiydi. Yanada yonsin. Bu g'ayri-irodiy tarzda, ya'ni irodasi o'zida emas uni. Alloh shuna qilib qo'ygan. Xuddiki mana kim o'zini dunyoda bir tepalikdan otib o'ldirsa, jahannamda abadiy o'zini otib shunda o'ldiradi deganlar. Bu ham istamaydi, lekin qul ayoqlar o'ziga bo'ysunmaydi. Majburiy ravishda erini ustiga olib borib o'tin tashiydi. Chunki dunyoda ham shunaqa qilganda bu. Abu Lahab keladi ko'chadan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida bir gap tashib keladi. Xotini o'tirib uyda unga qarshi gijgijlaydi yana. Hozir ham bor bu narsa, ko'p shunaqa oilalar ichida. Erkak bir gap topib keladi, uyda o'tirib xotin unga qarshi gijgijlaydi. Yanada o'sha olovga kerosin sepadi. Ig'voni kuchaytiradi yanada. Ana shu hammalatal hatob deyiladi, o'tinni tashiydi. Bu mish-mish tarqatishlik deyiladi. Odatda Abu Lahabning xotinini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyog'ini tagiga tikan tashlashligidan ko'ra tiygan aziyati tilidan edi. U tashlagan tikonlari hech narsa emas edi. Asosiy Rasulullohga bergan aziyati tili sabab edi. Tilidan aziyat berar edi. Lekin mana shu hukm tilidan aziyat bergani bilan qo'lidan aziyat bergani ikkalasini ham Alloh taolo la'natlab Qur'onda bitta sura tushirdi ikkalasiga. Hozir ham odamlar ogoh bo'lib qo'yish kerakki, birovni til bilan obro'siga tegishlik bu qo'l bilan uni obro'siga tegishlikdek barobar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda shuni aytganlar. La'nul mu'min ka qatlihi. Mo'min insonni la'natlash uni o'ldirish bilan barobar degan. Bir insonni qarg'ab la'natladingmi, yomonladingmi, uni o'ldirding degani. Ikkinchi ma'no majoziy ma'no deganda yuqorida aytganimizdek mish-mish tarqatar edi. Mana shu ma'no. Hammalatal hatob o'tin tashirdi deganda hammani ichida fitna alangasini yoqar edi. Odamlarning ichiga o'tirib fitna chiqarardi gapirib. Ana bu o'tin tashishligi, hammol Alloh buni haqoratlab shunaqa zikr qilgan. Bu bir sharafli ayol edi o'zi qavmda bir katta ayoli edi. Hammol deyapti. Hammol shu pastkashligidan dalolat. Hamma ishini tashab hammollik qilyapti. Mana hozir ham davralarda kazo bo'lganlar o'tirib oladi. Davrani to'g'ri o'ziniki qilib oladi, lekin qilgan ishi nima qilib davralarda ichiga kattasi bo'lib nima ish qilyapti desangiz, hammalatal hatob, o'tin tashiyapti. O'tirib birinchi o'rinda o'sha ig'voni boshlaydi. Fitnani boshlaydi odamlar o'rtasida. Ana shu hammalatul hatob deyiladi. Fijidiha hablum min masad. Bo'ynida xurmoning po'stlog'idan to'qilgan arqoni bilan qo'shib jahannamda dedi. Buning tafsirida aytishganki, hablum min masad deganda uning qalin bir taqinchog'i bor edi. Tilladan bo'yniga taqib yurardi. Bu badavlat ayol edi. Mana shuni men nafaqa qilib Muhammadni ziyoniga ishlataman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Muhammad ismini o'zgartirib Muzammam dedi. Muzammam ya'ni malomatlangan, Muhammadni ziddi. Shuning evaziga Alloh taolo bu ayolga jazo qilib Muhammadni ziyoniga ishlataman degan mana shu taqinchog'ini o'rniga xurmoning po'stlog'idan to'qilgan mustahkam qilib to'qilgan arqon bilan qo'shib bo'ynidan tortib jahannamga sudraladi. Fijid bo'yin degani. Xurmoning po'stlog'i deganda bu haligi xurmoni pati bo'ladi. Bu xuddiki paxtaga o'xshagan narsa. Yoqsa tez alangalanadi. Mana shu narsadan bo'yniga arqon to'qilinadi. Masad degani mana shu to'qilgan arqon. Habl shunday fijidiha bo'ynida degani. Fijidiha hablum min masad, alangalanadigan xurmani po'stlog'idan to'qilgan arqon bilan jahannamga sudraladi.
Mana bu yuqorida aytganimizdek bizga faqatgina ertak tarzida aytilgan narsa emas bu. Qiyomatga qadar Abu Lahablar bo'ladi, ularning xotinlari bo'ladi, ularning o'g'illari bo'ladi. Abu Lahabning bir o'g'li ham bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u ham aziyat berardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni duoibat qildilar. Allohumma sallit alayhi kalban min kilabik. Allohim itlaringdan bir it bilan mana shuni ustiga hukmron qilib halok qilgin dedilar. Abu Lahabning o'g'li Shomga chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni duoibat qilganini o'zi ham otasi ham eshitgan edi. Otasi uni ogohlantirdi. Muhammadning duosi ijobat bo'ladi. Ehtiyotingni olib yurgin dedi. O'zi ham ishonar edi. Safarda bir kun Shomga ketayotganda uxlamoqchi bo'lganda odamlarga aytgan, meni qattiq qo'riqlaylar, uxlamasam bo'lmaydi. Muhammadning duoibati yetmasin menga degan. Odamlar atrofida to'da bo'lib, tuyalar, matolar bilan uni o'rab, hamma narsani joyida qilib, xotirjam bo'lib uxlagan paytda, hammani uxlatgan paytida bir sher kirib, shuni sudrab yeb ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari mustajab bo'lgan, xohlamasa ham qudratidan tashqari ravishda sallit alayhi kalban min kilabik. Itlaringdan bir itni unga hukmron qilgin degandilar, bir sher yeb ketgan. Bu qissani Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Borida zikr qilganlar hasan hadis. O'g'li o'ldi mana. Abu Lahabning o'zini o'lganlik qissasi ham ma'lum. Unga bir kasallik tegib, o'g'illari ushlashga ham jirkanib, uzoqdan turib ustidan suv quyib, ustiga toshlarni tashab ko'mib yorishgan. Haligi kasallik yuqib qolmasin deb. Mana Allohning so'zini tasdig'iki, tabbat bu halok bo'ldi bu. Xotini ham xuddi shunday halok bo'ldi. Yuqoridagi oyat tasdig'ini topdiki, qad xolat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Mana oldin shuncha odamlarning yo'li o'tdi, yerda yuringlar, haqni yolg'onga chiqarganlarning mana oqibatini ko'ringlar degan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni esa berilgan Kavsar hali ham uni oqibati kelgani yo'q. Val aqibatu lil muttaqin. Inna a'toynakal kavsar deganda Kavsar hali ham kelgani yo'q. Qiyomatda bo'ladi, o jannatda bo'ladi. Mana bu oqibat taqvodorlar uchun bo'lishligi. Qawli hada, astagfirulloh va alaykum subhanakallohi va bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta